turimizni madaniyat Yangiqal'a mahallasida mana Qibray tumanida dadam Muhammad Hofizlar jome masjidiga homiyni gilam olib kelgan, gilam tushashayotgan ekan. Hozir o'shani Xudo intervyu olamiz, ichkariga kiramiz dedi. So'raymiz Xudo xohlasa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum rahmatulloh. Avva rahmatika. Alloh rahmat ishni ochgan mana. Qiymat chiroyli. Mana bunaqa to'pli qiladigan, taqilgan joylar qilishdi. Baraka topsin mana qaranglar. Ming rahmat. Kim mashinaga yaxshilik o'tgan bo'lsa Alloh ajrini bersin. Savob bo'ra mana. Bu eski oldingi yodgorlik qilgan masjid. Bu ham obod qilishot, baraka topsin mana. Yengitdan qurildi mana hashar yo'li bilan. Homiylarga rahmat. Siz masjidga yordam bergan odamlarga rahmat. Baraka topsin mana. Shunday joylar qo'yishdi. Mana hozir kirib boramiz ularning introzi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hormayli akajonlar. Baraka top. Bu Qibray tumanida Dada Muhammad Firdavs jome masjidimizda sizlarga rahmat. Bu ham kiyotgandim, shu tozalab o'tganingiz. Endi bu yog'ini chiroyli killab chiqibsizlar kelamlar, ha? Qara yangi kelamlar. Rahmat baraka. Akmalga qaysi Akmal aka qaysidi? Akmal kim? Sizmi Akmal aka? Rahmat, bosh yuringizlarga hammasiga. Sizga rahmat ukajon, qilayotgan ishlarga rozi bo'lasizlar. Mana shu tog'ana qilishlarga ajr qo'yib yozilib turadi-da bizilgincha. Mana shu namoz o'qigan anaqalarimiz Xudo aziz. Baraka toping. Ana sizga zo'r chiroy chiqdi, siz chiroy chiqdi. Baraka topsinlar aynan. Murzo bo'lsa, Dirmat akamiz ham Murzo xomiy hammalarini, Dirmat xomiy bilan demak. Bosh. Xo'p, boshligiga Dirmatga Murzo bo'lsa. Mana chiroyli qarang, sizlar ma'murlarga chiroyli bo'libdi. Xudo jumalarda sizlarni duo qilaman. Ikki rakat taqdim masjidda sizlarga savob teraveradi. Ana haqiqiy insonlar mana rozi bo'lsin. Alloh rahmat ukajon, sizni bu tanishuvga rahmat sizga. Sizga ham rahmat ukajon. Umringiz uzoq bo'lsin, ajrim ko'p. Qani chiroyli bo'ling endi. Xavos kiradi hammani-da. Baraka topinglar. O'zim Firdavs jannat nomidan chiroyli bo'lyapti mana. Charchamadinglarmi? Ovqat qonlar chiqib qolgandir-a? Baraka topsin, rahmat. Ana aka mana chiroyli qarang. Voy bu. Ana chiroyli. Odamlar maza o'qiydi-da, namoz o'qiganda. Ana mana shu chiroyli qaranglar mana. Dandadan chiroyligini qarang. Ana mana bunaqa ko'rkam bo'lib. Haqiqatda Dada Muhammad Hoji Firdavs jome masjidi bo'ldi. Baraka xalqimizga ming rahmat. Baraka topinglar. Ana. Rahmat sizlarga, rozi bo'lishinglardan rozi bo'linglar. Xo'raka, xormay, assalomu alaykum, xo'raka. Bu ham boshlab olsizlar aka, assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Mana baraka toping. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi, xo'raka, assalomu alaykum, tuzimisiz? Bu ham boshlab olsizlar chiroyli qilib, baraka topsin. Rahmat, tayinlar sog' bo'lsin. Assalomu rahmatga. Yaxshimisiz, rahmat. Sizlarga sog'likka. Tarixda qoladigan bo'ldinglar. Rahmat, baraka topinglar. Homiylarga ham, sizlarga ham rahmat. Chinobod zavodiga rahmat, gilam chiqargan. Mana qarang, maza qilib Ramazonda men qarang, chiroyli tozaligini. Haylikka ham qarang, odam xavos keladi. Yangi, top toza qarang. Odam uyga o'tirishga uyaladi odam tozaligida. To'g'risi, zo'r, baraka toping. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'raka, mana shu tashabbus bilan bo'ladi, bir odam da'vat qilsa shunaqani. İnsanlar yig'ilib kelaveradi. Baraka, rozi bo'ling xizmatingizga. Siz ham rozi bo'ling xizmatingizga. Xo'p, Toshkent viloyati Qibray tumanida Muhammad Hoji Firdavs masjididan olindi. Rahmat. Rahmat, baraka topinglar. Uzoq bo'lsa. Salomat bo'linglar. Hamma oyoq kiyimlar juda zo'r qilmamanlar, qaranglar. Oyoq kiyim tayyorlab yetishga baraka topsin, rahmat.